Mana Mirkomil akam uyda mehmonga keldi. Qushlar ham juda zo'r. Mirkomil akam mana Toshkentliklardan tanishadi. Asosiy Angorka yo'nalishida ko'pchilik taniydi, chunki Angorkani ta'zi chevarasigacha olib chiqadi. Bitta urug'ni ancha yilgacha, 8-10 yilgacha boqish qobiliyatiga ega. Qushni o'ldirib qo'ymasdan, chunki 30 yilga yaqin tajribalari bor. Mirkomil aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oyatulloh, charchamaslik salomlar. Xush kelibsizlar avvalo. Qushlarga ko'rgani keldik. Qushlar juda chiroyli, zo'r gnizdolash sharoitlarni zo'r qilib qo'yibsiz. Sizdan endi kuchliroq ma'lumot olamiz. Sababi sizni tajribangiz ancha katta, ustoz qatorida odamimsiz. Mirkomil aka ko'pchilikdan savol tushdi, muhokama sabab bo'lyapti. Uchalmaydigan qush bola ochadimi, ochmaydimi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolimiz linka, fransuz qushimiz. U ham bolalikdan piloti bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu savollarga javob bersangiz. Uchalmaydigan qush farqi bor. Uchalmaydigan qush deganda Fransiya uchalmaydi linka qushi. Linka endi Toshkent tilida bigino deyiladi, uchalmaydi. Endi qanoti butun mana bu yerda meni o'zimda bitta babichka narim bor. Qanoti hamma yo'q butun. Tug'ilgandan beri uchalmaydi. Lekin uchmaydi. Hamma yo'q sog'lom. Uchalmaydi, umuman uchalmaydi. Qanoti chata. Misol uchun ko'proq uchalmaydigan qush bozorga olib sotavermayman. O'zimga tashab beraman, keyin bolalayveradi. Uchalmaydigan qush bolalayveradi. O'sha siz aytgan linka fransuz ham bolalaydi. Men sizga xohlasiz, shuni isbotlariga tushirib bor. O'zim uyimda bo'layotgan mana shu babichkalar bor. Uchalmaydi, qanot dumi hamma yo'q joyida. Xolasi olib bolasini ko'rsataman. Bu yerda fransuzim bor, babichka fransuz bor. Siz aytavering, o'sha videosini qo'yib ketamiz pastga. Uni ham bolasi bor, uni ham ko'rsataman. Nima uchalmaydigan qanot dumi butun qush, butun bola beradi. Uchadigan bola beradi. 100%. Sog'lom qush chiqadi. Sog'lom qush chiqadi. Endi fransuz qush bor-ku, uniki sog'lom chiqmaydi. Nosog'lom chiqaveradi. Fransuz chiqadi, nosog'lomligi ham fransuz chiqadi. Sababi, modasi soppa-sog', nari fransuzda. Ikkinchi partiyani ham sinadim, o'sha partiyada ham fransuz beryapti. Demak, qoni уже uniki bo'lmaydi. Kerak emas ekan uni qoni. Lekin bola ochadi. Bola ochyapti. To'rtta bolasi bor. To'rtovgan fransuz tuyapti. Xo'p, bu uchalmaydigan babichkam ham don yeydigan doni bir xil. Uniki men hali ovqatdan, ozuqatdan deyilsa, biz ko'rayotganlar aytadi ozuqatdan-da, u fransuz o'rganlar siz nimasini ko'p bergandirsizki, fransuz o'pa yo'q. Buni ham boqishim bir xil. Hali donni bir xilda beraman. O'sha hisobda ikki partiya sinadim. O'z birinchi partiya ishlash o'sha qush. Hali charchagan qush emasda, ikki partiya sinadim. O'kosini ham fransuz berdi. Ha, mana ikki partiya sinadim. O'kosida ham butun bola berdi. Sog'lom. O'sha qush ham maladoylikda o'zim tayyorlab turib ishladim. Sinadim shu narsani. Hali birovdan olib kelganman. Endi u charchagan qushni olib kelib qo'ygan bo'lishi yo'q unaqa qush emas. O'zim maladoylikdan tayyorlab turib, o'koni ham yosh ter tashladim, o'ko'ymashdan qolib berdi. Endi modasini ajratib, butun narni juplab berdim, ko'ramiz. Endi yana bir qator kelaman, xudo xohlasa. Inshaalloh nimagaki moda butun nar tashladi. Agar yana fransuz bersa, modada bo'lishi ham mumkin. Mumkin, qonida bo'lishi mumkin. Endi 100% javob nar fransuz uchun bir modada bo'lishi ham mumkin. Ammo qoni bir bas. 100% aytib, o'zim tayyorlagan qushlar, qoni 100% boshqa. O'sha hisobda aytyapti jonim. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, shuncha mehnatlarimizga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, imенно shu babichka qushimizni bolasi qanaqa chiqdi? Fransuz uy sog'lom. Shuni ko'rganiga kelamiz. Uni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yib, meni kuzatishda davom etinglar.